Metroni oldidan uy qidirayotganlar diqqatiga, Sergeli tumani Qiyot metro bekatida shunda ko'rinib turadigan joyda men hozir sizlarga obzorni qilib beramiz. Bir xona uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Mana uyimizdan shunda mana metro bekati ko'rinib turadi. Mana bu ko'rganinglar metroning Qiyot bekati bo'ladi. Katta yo'lga ham yaqin, birinchi liniyada joylashgan uyimiz. Bir xona uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Mala gabaritga hisoblanadi. Remontlari top-toza, yangi remont, remontdan keyin hech kim yashamagan. Bir xonali uyimiz, narxi 38.900, ozgina ustida o'tib beradigan joylari bo'ladi. Hozir sizlarga obzorni qilib beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu ko'chadan kiraverish eshigi bo'ladi. Podizdan kiraverish eshigi va kichkinagina koridor qismi. Koridordan kirganimizda mana birinchi xonamiz, sanuzil qismimiz bo'ladi. Top-toza holatda turibdi. Asfalt qilingan remont. Bu esa zal qismimiz. Ko'rishingiz mumkin, top-toza holatda yangi remont. Zaldan o'tganimizda taxminan 1 metr atrofida bunaqasiga taxminan bir 4.5 1 ga 4 atrofida kuxnyani bu yoqqa chiqazib qo'yilgan, gaz plitalar bu yoqqa chiqqan ekan, kuxnya sifatida foydalanishayotgan ekan. Bunda o'tganimizda esa avval bu xonamiz kuxnya bo'lgan, kuxnyani balkonga chiqazib qo'yishgan. Remontlari bu ham top-toza holatda turibdi. Narxi 38.900, ustida ozgina o'tib beradigan joylari bo'ladi. Metroni oldidan uy qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Kirib yashashga tayyor holatda bo'lgan kvartiramiz. Sirazi kaltan berib yuboriladi notarisda. 38.900, ustida ozgina o'tib beradigan joyi bo'ladi. Bosib yuboradigan joyi, uy qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Kuzatib turing. Bundan yaxshi variantlarni qo'yib boramiz.